16.500.000 so'mga qayerlar tunikafon bo'ldi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Qadrdonlar, bu xonadonimizni Andijon viloyati Xo'jobod tumani Manak qishlog'ida Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatda tunikafonlarni qilib berdik. Shapkalarini hamda tayda afshipkalarini, ko'cha shapka, ichkari shapka mana bu joyda ko'rganinglardek mana akfalar tepalarini ham chiroyli holatda bekitib berganmiz qadrdonlar. Qo'yingki, barcha tunikafon xizmatlarini qilib berdik tashqari tomonlariga. Xo'p, tunikafonni kvadrati 135.000 so'mdan qilib berildi. Bu xonadonimizga 124 kvadrat atrofida tunikafon ishlatganmiz do'stlar. Hamda mana bu ko'rib turganlaridek koridorlarni ham go'zal holatda tunikafonlarni qilib berdik. Do'stlar, joyni kvadratiga emas, doim aytib o'tamiz, ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblanadi. Bukilishi, qayrilishini hisobiga joyingizning kvadratidan ko'proq material ketadi qadrdonlar. Hammalaringga rahmat. Bu videoda uyga tunikafon qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga albatta jo'natib qo'yasizlar.